Barchaga assalomu alaykum. Ontech YouTube kanali CapCut darslarimiz. Kuzatuvchilarimizdan biri kommentariyaga qanaqa qilib videolarni rangsiz qilsa bo'ladi deb yozgan ekanlar. Hozir shuni ko'rib chiqamiz. New project qilaman. Bu yerda mana bu videoni tanlab add tugmasini bosdim. Video menda ochildi. Demak, ko'ryapsizlar, kuz, sariq rangdagi daraxtlar. Demak, videoni tanlayman. Pastdan adjust bo'limiga kelaman. Adjust bo'limidan saturation'ni tanlayman. Saturation'ni 0 ga tushirsam, chapga qarab video rangsiz holatga o'tadi. Ko'ryapsizlar? Har qanaqa video oq-qora videoga aylanadi. Agar saturation'ni ozgina ko'tarsam, ozgina rangli, ya'ni eskiroq kamerada olingan videoga o'xshab qoladi. Saturation'ni ko'taradigan bo'lsak, bu demak ranglarni o'ta to'q qilib yuboradi. Xuddi mana shunaqa qilib videoni rangsiz qilish mumkin. Pastda reset tugmachasi bor, ortga qaytaradi. Confirmni bossak, apply tool qiladigan bo'lsak, biz hozir bitta video uchun qilyapmiz buni. Bizda montajimizda bir nechta kadrlar bo'ladigan bo'lsa, hamma kadrlar uchun mana shu saturation'ni qo'llab, hamma kadrlarimizni rangsiz qilib beradi. Mana bu yerda bitta funksiya bor, ana shuni ham ko'rsatib o'tmoqchiman. HCL ga kelamiz. Bu yerdan sariq va malla ranglarni tanlaymiz-da. Birinchida turgan huy deganini suramiz. Demak, surib, biza sariq ranglarni o'zgartirishimiz mumkin bo'lar ekan. Shuningdek, uni to'qlashtirishimiz yoki ochlashtirishimiz mumkin. Saturation va lightness ga teginmaymiz. Demak, eng tepadagisini surib, ranglarimizni o'zgartirishimiz mumkin bo'lar ekan. Qaranglar. Demak, mana bu sariq barglarni qizil qilishimiz yoki och sariq qilishimiz mumkin ekan. Shuningdek, sariq rangni tanlab, uni surish orqali ko'ryapsizlar, mana ozgina yashil qilib barglarimizni yashil qilsak ham bo'lar ekan. Mana shu yerda o'zingizlar xohlagan rangni tanlab bemalol o'zgartirsanglar bo'ladi. Masalan, sizlar mana bu rangni tanladinglarmi? Videodagi sizlar mana shu ranglaringizni o'zgartirib beradi. Bu yerdagi hamma funksiyalar demak ranglar bilan ishlaydigan funksiyalar. Xuddi shunaqa qilib sizlar o'zingizlarning videolaringizni rangsiz holatga keltirishinglar yoki demak videolaringizdagi ranglarni boshqa ranglarga o'zgartirishinglar mumkin bo'ladi. Ko'plab foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimizni boshidan boshlab kuzatsanglar, biza o'sha CapCutni noldan o'rgatib kelyapmiz va darslarimiz orasida adjust va filtrlar bilan ishlash darsimizda mana shu yerdagi hamma funksiyalarni batafsil tushuntirib chiqqanmiz. Kanalga obuna bo'linglar, bizani kuzatishda davom etinglar.